assalomu alaykum. Toshkentdan Orenburg, Kazan, Nijnekamskiy, Vladimir, Nijniy Novgorod shaharlariga ketmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga har doimdek sizlarga UzAvtotrans kompaniyalari avtobuslari sizlarda xizmatinglarda davlat reysiviy avtobuslari do'stlar. Haftada 4 kun amalga oshgan Toshkentdan Primoy, Kazan shahriga do'stlar. Endi esa mana besperesatkalasiz. Primoy Toshkent xalqaro avtovokzalidan siz Primoy Toshkent Kazan shahriga yetib borishingiz mumkin. Avtobus ishiga kelsak, avtobus UzAvtotrans avtobuslari, davlat reysiviy avtobuslari davlat nazorati ustida turadi. Avtobus ish holatidan mestasi 51 ta mestadan iborat, 49 ta odam olinadi. Ya'ni hozirgi kunda mana hozir iyul kundamiz. Avtobusda to'lsa avtobus harakatlanadi. 10 ta, 15 ta, ya'ni даже 10 ta odam bilan avtobus yuryapti Toshkentdan Kazanga. Skenerlar ko'rishlar mumkin. Hamma sharoitlariga ega. Masofa saqlash yukliklar bilan bemalol yotadi. Ko'pchilik yotib ketadigan avtobus so'raydi, yotib ketadigan avtobus bo'lmaydi, faqat sidiyachilik. Allohga adashmanglar, bemalol bog'laninglar.